11-savolimizga keldik. Bu yerda b'ning minus ikkinchisi, qavsda uning minus uchinchisi va b'ning kubi qavsda uning kvadrati. Bunda ham qavslarni ochishga ko'ra hisoblab chiqamiz. Minus 2 ko'paytirilgan minus 3, 6. 3 kara 2, 6 va b'ning 12-si. Keyingi 12-savolimizda qavslarni ham ochib chiqamiz. M'ning 6-si, n'ning kubi taqsim m'ning kvadrati, n'ning 4-si. Kasr chizig'i bo'lishni bildiradi. Shuning uchun bo'lish amalday qilib yozib oldim. Va m'ning 6-sidan m'ning kvadratini ayiramiz. M'ning 4-si qoladi. N'ning kubidan n'ning 4-sini ayirsak, n'ning minus 1-si. Minus 1 degani bu taqsim belgisini bildiradi dedim. 1 taqsim n bo'ladi. Va bu m'ning 4-si. Va m'ning 4-si taqsim n qoladi. Bunaqa ham yozilsa to'g'ri, bunday ham yozilsa to'g'ri. Lekin ba'zi bir o'sha testlarimizda, savollarimizda oxirgi ko'rinishini bunday berib qo'yadi-da, bunday xato deb o'ylab o'tirmaysiz-da, o'sha bu to'g'ri javobni belgilab qo'yasiz. Va shunday o'rgangan yaxshi-da. 13-savol. Mn taqsim m'ning kvadrati, n'ning kubi. Bunda yana o'sha kasr chizig'ini bo'lish amalida qilib yozib oldim va m'ning darajasida 1 bor deb o'ylaymiz va 1 dan 2 ni ayiramiz, minus 1. Bunda ham shunday. 1 taqsim m ko'paygan 1 taqsim n'ning kvadrati, chunki darajasida minus bor. Va bir xil qilib yozib olamiz. 1 taqsim mn va n'ning kvadrati. Keyingi savolimizda 14-savolimiz k'ning minus 2-si taqsim k'ning minus 3-si. Buni ham kasr chizig'ini bo'lish amali qilib yozib olamiz. K'ning minus 2-si bo'lingan k'ning minus 3-si teng bo'lish amali bo'lganligi uchun darajalarimiz ayriladi. Minus 2 plus 3 va musbatdan 1 va k'ning o'zi mana shunday yoziladi. K 1 yozilmaydi-da. 15-savolimiz va nihoyat oxirgi savolimizga ham yetib keldik. Mana shu ko'rib turgan misolingiz berilgan va uni har bittasini mana bunday qilib bo'lib amal qilib yozib o'tirganim yo'q. Endi tushungan bo'lsangiz kerak. Xo'p, bitta ayirib chiqamiz. 2 minus 3 qilamiz, lekin 3 ni oldida minus bor. O'shaning uchun minus plus bo'lib ketadi. 2 plus 3. Keyingisida ham 3 plus 4. Keyingisida ham 4 plus 5. Va javobimiz x ning 5-si, y ning 7-si, z ning 9-si. Va mana shunday bo'ldi. Va bularni har birini qayta ko'rib chiqing. Qo'shimcha Telegram kanalimizda savollar yuklanadi. Ularni ham ishlab, mustahkamlab boring. Barchaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.